Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Bizning Kim qancha topadi loyihasining navbatdagi sonini aziz mehmoni, 2 karra Olimpiada chempioni, 2 karra jahon chempioni, barchamiz hurmat qilgan, barchamiz muxlisimiz Hasanboy Do'smatov. Hasanboy aka, assalomu alaykum. Hasanboy aka, Kim qancha topadi loyihasida biz tengdoshlarga, yoshlarga ko'plab kasblarni yoritib boryapmiz. Sizni kasbingizda professional boksyor bo'lish uchun, Olimpiada chempioni bo'lish uchun nimalar qilish kerak, qanchalik iroda kerak, qanchalik nima deydi, mablag' ketadi bunga, qancha vaqt ketadi bunga, shu narsalarni ozgina yoritib o'tmoqchimiz. Bugungi ko'rsatuvdan foydalanib, siz necha yoshingizda Olimpiada chempioni bo'ldingiz? Avvalambor assalomu alaykum. Bu sportni nomini yeyish juda ham qiyin, to'g'risi. Chunki men tengqur bolalardan juda ko'p tashlab ketganlar ham bo'ldi-da. Mehnat qilish kerak birinchi o'rinda. Siz aytgandek qancha pul topadi deyapsiz, u pulni quvmash kerak birinchi o'rinda. Agar siz o'zingizga yarasha mehnat qilsangiz, Alloh ham shu mehnatga yarasha o'z rizqingizni beradi. Pul o'zi quvlab keladi. O'zi quvlab keladi. Necha yoshingizda Olimpiada chempioni bo'ldingiz? Men 23 yoshimda Olimpiada chempioni bo'ldim. Ungacha necha yillik mehnat bor? 2007-yilda boshlaganman. Oradan ancha vaqt o'tib Olimpiada chempioni bo'lganman. Professional boksga necha yoshingizda kirib bordingiz? Men 25 yoshimdan kirib keldim. Hozirgacha 7 ta jang tushib, 7 ta g'alaba qozonganman. Tushunarli. Olimpiada chempioni bo'lganda endi bizga shunisi ham juda ham qiziqdi. Olimpiada chempioni bo'lganda Olimpiada chempioniga qanchalik mukofotlar berilgan? Hamma bilgan va shu paytda prezidentimiz tomonidan $200,000 AQSh dollar pul bergan. Pul berilgan. Birinchi bo'lib boksdan ishlab topgan pulingizni esla olasizmi? Men birinchi bo'lib endi 7-sinf bo'lganman u paytda. Bir chempionat bo'lgan, shunda $150 pul bergan. Hozirgacha Nimaga sarflagansiz shu pulni? To'g'ri ota-onamizga berganmiz. Xursand bo'lishganmi? Mana meni boksyor bolam o'sha pul topishni boshlayapti. Olimpiada chempionligidan tashqari eng katta olgan gonoraringiz qaysi bo'yda bo'lgan? Men shu Toshkentda bo'lib o'tgan. Aka, boksda faqat g'olib bo'lgan tomon mablag' ishlab topadimi yoki mag'lub bo'lgan tomon ham? Ikki o'rtalab. Siz ringga chiqishingizdan oldin professional boksda siz yutsangiz o'zi gonoraringiz aniq bo'ladi. Qancha olishingiz shartnoma bilan bo'ladi. Yutsangiz buncha olasiz, yutsangiz yutsangiz bir xil summa bo'ladi. Bir xil summa olasiz. Keyin yutsangiz keyingilarga ko'tarilishi mumkin. Tushunarli. Siz jangdan oldin siz qancha gonorar olishingiz aniq. Hozir misol uchun siz Olimpiada chempionisiz. Sizni vazningizda Olimpiada chempioni yangisi topilmaguncha siz u yoqdan oladigan daromadingiz bormi? Yo'q, unaqa nima yo'q, lekin bizda har 4 yilda prezidentimiz tomonidan oylik beradi. Shu Olimpiadadan yili, Olimpiadagacha siz oylik olasiz. Agar sir bo'lmasa, nech pul olasiz? 20 millioncha beradi. 20 million tarafdan olasiz. Hozirgi kunda qaysi zalda mashg'ulot o'tayapsiz? Biz hozir universitetda o'zimiz zalimiz bor, yangi Andijonda qurildi. Shu yerda trenirovkani olib boryapmiz. Shogirdlar bormi? Shogirdlar ham bor, murabbiyim bor, Ziyoddin Taganboyev. Endi hozirgi kunda deyarli Andijonda 90% havas qiladi. Hasanboy Do'smatovda endi masalan Hasanboy Do'smatovda meni o'g'lim shogird deydigan nima ko'pda endi baribir. Sizda shogirdlar ham bo'lsa kerak. Shogirdlarning ichida ham bormi shunaqa Olimpiada chempioni? Shogirdlari bor, endi Olimpiada chempioni yo'q, endi yosh hali shogird. Yo'q, bo'lishiga ko'zingiz yetganlar. Endi Alloh aytsa, nasib qilsa, mehnat qilsa, to'g'ri yo'lda yursa, albatta bo'ladi.
professional boksda olimpiada emas, xo'p, professional boksda chiqib o'sha yaxshi gonorar olish darajasiga agar mehnatdan qaytmasa qancha yil sarflash mumkin? 10-15 yil. 15 yil. 10-15 yil. 10-15 yil to'xtovsiz harakat qilish kerak. Ungacha hech qanday daromad qilmasligi ham mumkin. Shu paytda ham qilmasligi mumkin. Ha, o'zini statusiga bog'liq. Shunaqa. Endi rizqda aka, sizni rizqni Alloh beradi. Siz bilan biz mancha qilamiz, ancha qilamiz deganingiz bilan baribir rizq Allohdan baribir. Men shuni deb bilaman aka. Tushunarli. Ha, trenerlikdan daromad bormi? Trenerlikdan ham yaxshi daromad bor. Sizda hozir? Yo'q, men trener emasman hozir. Trenerlik qilmaysiz. Lekin sizga shogird bo'lib tushganlar bor. Menga shogird tushganlar bor, endi murabbiyimda hozir ular. Ha, sizni zalingizda siz o'zimiz u yoqda bu yoqda bo'lamiz, biz zalda bu yoqqa ko'proq yuramiz, shuning uchun o'zimiz vaqt ajratamiz. Lekin bo'lganda qarab turamiz, e'tibor berib kamchiligini qarab turamiz. Andijondagi yosh o'sib kelayotgan bo'lajak Hasanboy Do'stmatovlar, bo'lajak olimpiada chempionlariga nima maslahat bergan bo'lasiz? Maslahat faqat omad tilaymiz, to'g'ri yo'lda ota-onasini birinchi ota-ona sarflaydi-da. Boshqa ota-ona bizda ham ota-onamiz sarflagan. Shuni qadriga yetib, shuni hech yo'q o'ylab to'g'ri yursa hammasi sekin-sekin bo'ladi. Agar bu taraf sport taraflama ham erishmasa, boshqa yo'nalishlarda ham ko'pchiliklarni ko'rganmiz, oldimizda yurgan bor, omadi kelib ketgan. 2 karra jahon chempioni, 2 karra olimpiada chempioni Hasanboy Do'stmatovni endi kelajakdagi ko'zlagan marralari qaysi? Endi nasib bo'lsa aka, xudo xolasa professional boksda kamar olish niyatimiz bor. Professional boksda kamar. Do'stlar, demak bizni suhbatdoshimiz 2 karra jahon chempioni, 2 karra olimpiada chempioni Hasanboy Do'stmatov. Hasanboy Do'stmatovni suhbatlarini tomosha qiling va o'sha suhbat davomidagi berilgan savolga javob topishga urinib ko'ring. Hasanboy Do'stmatov tomonidan ajoyib sovg'ani qo'lga kiritasiz. Endi meni savolim shundan iboratki, oxirgi olimpiadada nechta jang o'tkazdim va har bittasini nomma-nom yozib bering. Va mendan esdalik sovg'ani qo'lga kiriting. Olimpiada chempioni bo'lgunizcha olimpiada davomida nechta jang o'tkazdingiz? Savol ketdi do'stlar. Hasanboy aka, kattakon rahmat. Ishlaringizda omad tilaymiz. Kamarni olganingizda ham yana bitta intervyu berasiz. Albatta.